shahrida Farg'ona viloyati hokimligining tashabbus bilan o'ta asrlarda Marg'ilon ipak matolarini xalqaro bozordagi ahamiyati, tarixiy badiiy tadbiri va uni 21-asr tekstil dizayniga ta'siri mavzusidagi xalqaro ilmiy amaliy konferensiya to'plandi. Bilasizlar, Marg'ilon shahri qadimda afsonaviy va navqironlik kelamiz. Konferensiyamiz ham talabalarga, ham olimlarga, ham bizga, sizga oz bo'lsa-da qimmatli ma'lumotlar beradi. Bugun Marg'ilonda bo'lib o'tayotgan xalqaro ilmiy konferensiya Marg'ilon Ipak yo'lidagi mashhur markaz bo'lganligi tufayli aynan shu Marg'ilonda o'tyapti. Bugungi kundagi mana hozir o'tayotgan konferensiyaning mavzusi bu o'rta asr, ya'ni o'sha o'zbek xonliklar davrigacha bo'lgan O'zbekiston hududidagi ipak matolarni ishlab chiqarishga boshlangan bo'lib, buni asosiy bir yo'nalish deb hisoblasa bo'ladi, lekin u bilan bir qatorda bu konferensiyada o'sha bizani muzeydan saqlanib qolgan an'analarni bugungi kunda ham ularni o'sha ahvoli, taqdiri va ularni shu butun dunyoga yoyilishi to'g'risidagi ma'ruzalar ham mavjud. Bugun mana Marg'ilon shahrida o'zbek matolchiligi bo'yicha xalqaro ilmiy amaliy konferensiya o'tkazilyapti. Bunda asosiy maqsad mana shu olimlar, O'zbekiston Fanlar akademiyasi instituti olimlari tashrif buyurishgan va bizni Marg'ilon shahridagi yetakchi lider hunarmandlarimiz bilan qatnashishyapti. Bu yerda asosiy maqsad o'zbek matolini tarixiga qarash, bugungi kundagi ahamiyati va mana shu bilasiz global zamonda dunyo iqtisodiyoti globallashib boryapti. Mana shunga integratsiya qilish, dizaynlarni tushunish maqsadda o'tkazilyapti. Marg'ilon shahri juda ko'p kuchlar tashrif buyuradi, asosan shu mato to'qimachilik qurish uchun. Bu bejiz emas, demakki Marg'ilon dunyoga tarqalgan mato to'qimachilik bilan va mana bugungi konferensiyaning ahamiyati shundaki, aynan mana shu Marg'ilon qadimda mato to'qimachiligini vatani bo'lgani haqida ketyapti. Umuman bugungi o'tkazilayotgan itakchilik bo'yicha anjuman ya'ni juda katta ahamiyatga ega. Birinchidan chunki nazariy va amaliy turli xil muammolarni o'zaro kesishuvda ko'rib chiqish. Bu birinchi o'rinda avvalo ishlab chiqarish va zamonaviy amalga oshirilayotgan turli xil o'zgarishlarni, demak zamon bilan hamnafas bo'lish nuqtai nazaridan anglab olish, ularni yo'lga qo'yishda katta o'ringa ega. Bundan tashqari ushbu anjumanlar ko'p jihatdan xalqaro darajadagi sayyohlikni yo'lga qo'yishdagi muammolarni hal qilishda ham o'ziga xos bir vazifa bo'lib, muammolarni hal qilish doirasi bo'lib bera oladi. Chunki bir paytning o'zida san'atshunos olimlar, tarixchi olimlar hamda u bilan birgalikda demak ayrim boshqa shu soha bilan yaqin bo'lgan mutaxassislar yig'ilishadi va muammolarini ushbu anjuman doirasida ko'rib chiqiladi. Va natijada ham amaliy takliflar ishlab chiqiladi, ham ushbu sohani rivojlantirish hamda keyingi istiqbollarni belgilashdagi rejalar va o'zaro demak mulohaza amalga oshirilib, demak taraqqiyot sari bir o'ziga xos qadam qo'yiladi. Ipak ijtimoiy daraja belgisi. Eng asosiy bu, ya'ni ushbu demak bugungi chiqishda asosan ijtimoiy darajani ipak qanchalik bildirgan.